Yevropa bo'ylab tekinga sayohat 8-qism. Kruiz ichidagi obzorni davom ettiramiz. Kruizda bir haftada bir marta bo'ladigan White Night, ya'ni Beli Nochga keldik. Hamma oppoq kiyinib olgan ekan. Shu kunda hamma oq kiyimda bo'lar ekan, bolasidan tortib kattasigacha. Endi bo'lsa navbat ovqatlarni obzor qilishga. Hamma narsa svejiy. 24 soatli shvedskiy stol, undan ortiq restoranlar va menga eng yoqqan joyi, ovqatlar uchun alohida to'lov qilmaysiz. Kemadan tashqarida, ya'ni dengizning ustida uzun dor yo'li qilingan ekan. Chiqib obzor qilib berishga qo'rqdim. Har kuni katta basseynning oldida aerobika raqslari bo'lib o'tarkan. O'zi, kruizdagi sayohatlarimiz sizga yoqayaptimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana shokolad fabrikasi ham bor ekan. Ushbu siz ko'rib turgan dengiz mushugi ham shokoladdan yasalgan ekan. Shu bilan Italiyaning Palermo shahriga yetib keldik. Tushganimizdan port oldida avtobuslar kutib turadi. Shu avtobus bilan Palermo shahrini butun tarixiy binolarni aylanib chiqdik. Bu shahar to'g'risida oldin eshitmagan ekanman, lekin rostdan ham chiroyli shahar ekan. Shu bilan kruizimizga qaytib bordik.